Nimaga Mercedes GLS haydaydigan, BMW X7 haydaydigan akalarimiz moshlarini sotib, Nissan'ga o'tib ketishyapti? Nima deb o'ylaysizlar? Narxidamikin yoki komfortidamikin? Kommentariyada o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. Bugungi obzorimiz Nissan L9 mashinasini Dilshod akamga, Nissan L7 mashinasini bo'lsa Ibrohimga topshiramiz. Qisqacha sizlarga farqlarni ko'rsatib berishadi. Birinchi narxidan boshlaymiz. Nissan L9 mashinamiz $77,000. aka. Siznikidan naqd $15,000 arzon L7 aka. O'zi shunisi bilan komfort bo'lyapti-yu. Zato L9 L7dan 17 sm uzun. Qarang, Porsche'larning kattaligini. Aka, $15,000 uchunchi 1 metr uzun bo'lish kerak edi. Yana bitta farqi L9da podnomerli bagajnikda joylashgan, L7da bo'lsa bamperda joylashgan. Bu endi ustunlik taraf emas, lekin qaysi biri chiroyli ko'rinyapti? Yozib qoldiringlar. Zato ukajonim L9da 3 ta qatorli 6 ta o'rindiqli. Manikini zato bagaji katta-yu. Agar 3-qatorni tushirib qo'yadigan bo'lsam, sani bagajingdan katta joy paydo bo'ladi. Zato ukajonim bunda 1,5 litrli yengilcha gibrid motor to'liq quvvat bilan 1100 km masofa bosib o'tadi. Undan tashqari 0 dan 100 gacha 5,3 sekundda qo'zg'aladi. Aka, men hech narsani tushuntirmayman. Ikkalamizaniki bir xil. Michelin ballonlari bilan. Diskani razmeri ikkalovida ham 20 bar. Ikkalovida ham pnevma podveska bor. Uruning bir xil. L7, L8, L9 Max pozitsiyalarida lidar funksiyasi bor, ko'ryapsizlar radarini. Bu avtopilot vazifasini bajaradi. Ko'rib turgan sariq chirog'inglar bu amerikanskiy mashinada chiqmaydi, faqat inson boshqarayotgan paytda sariq chiroq yonadi, avtopilotga o'tgan paytda ko'k chiroq bilan harakatlanadi. L7da ikkita displey bor, ikkalasi ham 15x7 razmer LCD. L9 mashinasida ham ikkita 15x7 dyumdan OLED displeylar qo'yilgan. Ingichkaligiga e'tibor berasizlar. Bunaqasi avtosanoatda hali yo'q. Rostdan ham birinchi bo'lib mashinada chiqdi. Lekin bratvalar mashinasiga qaranglar. Monitori L7da ham, L9da ham bunaqa panjadan boshqarilar ekan. Oyoqni uzatib olib, L7 Max kichkina, yangi bo'lgan xo'jayinlar uchun, L9 Max bo'lsa, rostagasin biznesmen akalarning mashinasi ekan. Komfortiga v общем gap yo'q. Kapitanskiy sidenyalar, orqada klimat kontrol, xullas ofisning zona. Xullas, mashinamizda full komplektatsiya, 360 gradus kamera, 4 ta sidenasida isitadi, sovutadi, massaj funksiyalari bor. Ukajonni olib haydash kerak faqat. Hop, kim yutdi hozir? Hisobda adashib ketdimi uka? Kuzatib turuvdinglar-yu, kim yutdi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Bizning avtosalonimizda ikkalovi ham nalichi turibdi. Kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Yo'q bo'lsa, istalgan komplektatsiyasini zakaz qilsanglar, zakaz asosida yetkazib beramiz. Telefon qilinglar.